İxlos nijotlik yo'li. Avtor Shohi Mardan. İxlos degan so'z aslida arabcha bo'lib, lug'atda poklamoq, sodiq bo'lmoq, samimiy bo'lmoq, sap qilmoq degan ma'nolarda keladi. Mundaqcha aytganda, ixlos degan so'z ishonch qilmoq, chin ko'ngildan berilmak, ko'ngil qo'ymoq, bir ishga butun diqqati bilan kirishmak, butun zehni bilan berilmak, astoydil bo'lmoq degan ma'nolarni ifodalaydi. Alloh taolo Qur'on Karimda amallarni ixlos bilan qilishga buyurgan bo'lib, bir qancha surada, xususan Makka da nozil bo'lgan suralarda bandalarni ixlos bilan amal qilishga ko'p chaqiriq qilgan. Chunki Makka da nozil bo'lgan suralar tavhidni saqlashtirish, aqidani to'g'rilash, haqqa yuzlanish degandek bir qancha xil temalarga aloqador edi. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomga bu haqda tövandagi oyat bilan xitob qilib mundoq deydi: Ey Muhammad, aytqinki Rabbim adil bo'lishga buyurdi. Har sajda qilgan chig'inglarda butunlay Allohga yuzlaninglar. Dinni Allohga xolis qilgan holda Allohga duo qilinglar. Sizlar Allah sizlarni dastlabda yaratgandek qayta tirilisizlar. Shundaqla payg'ambar alayhissalom ashabilarini va ummatini doim ixlos va samimiyat bilan ibodat qilishga buyurdi. Payg'ambar alayhissalom Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu ni Yamanga avatgan chaqda Muaz radhiyallohu anhu: "Ya Rasululloh, nima vasiyatlari bor?" deb so'rgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Diningda ixlos bilan tursang, ozgina amalmu sana kifoya qiladi" deb javob bergan ekan. İslomiy hayotimizda eng ulug', eng afzal va eng savobliq deb bilinadigan 3 ish bor. Biri Alloh yo'lida jihad qilib shahid bo'lish, yana biri ilm o'qish va o'qitish, uchinchisi bo'lsa Alloh yo'lida pul mol sarf qilish. Biz ixlos haqidagi hadis va oyatlarni o'qiganimizda bu 3 xil amalningmi ixlos bilan qilinmasa hech nimaga asqatmaydiganligi, amallarni Alloh rizosi uchun xolis qilishning naqadar muhim ekanligini bilib yetamiz. Chunki bizning dinimizda yaxshi ishning yaxshi ish qatoriga o'tish uchun u ishning dinimizda yaxshi ish deb ko'rsatilgan bo'lishidan sirt, u ishni xohlagan kishining xolis niyatlik bo'lishi shart qilinadi. Musulmonlarning tunji xalifasi Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ning tarixini o'qiganimizda ajoyib go'zal qissalarni uchirtamiz. Payg'ambar alayhisalom bir qitimliq g'azotga tayyorlik qilayotgan kunlarda sahobalarni sadiqa qilishga chaqirdi. Buni anglagan sahobalarning hammasi Rasulullohning huzuriga sadiqalarni ilib kelishga boshlaydi. Ömer radhiyallohu anhu o'ziga bugun yaxshi ish qilishda Abu Bakrning oldiga cho'qim o'tib ketaman deydi-da, butun mol-mulkining yarmini Rasulullohning huzuriga ilib keladi. Rasululloh, oilangga nima qoldirding deb so'ragan chaqda Ömer radhiyallohu anhu: "Ailemga milimning yarmini qoldirib, yarmini akeldim" deydi. Shu asnoda Abu Bakr radhiyallohu anhu o'zining barcha mol-mulkini ilib keladi. Uningdan o'xshashla oilangga nima qoldirding deb so'raganida oilamga Alloh va uning rasulini qoldirdim deb javob berdi. Mana bu Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhudagi ishonch, sadoqat, iymon va ixlosdir. Shunga Alloh taolo bu zotga buyuk fazilatlarni ato qilgan bo'lib, payg'ambar alayhissalomdan "Sizlar kimni eng yaxshi ko'radilar?" deb so'ralganda Abu Bakrni deb javob bergan ekan. Shundaqla bu zotdagi ixlos, samimiyat fazilatlar u kishini payg'ambar alayhissalomning muhabbatiga noil qilgan, payg'ambar alayhissalomning safardagi hamrohi qilgan. Alloh taolo Qur'on Karimda o'z vaqtida uni, ya'ni payg'ambar alayhissalomni Makka dan haydab chiqargan edi. Uningga faqat bir kishi, ya'ni Abu Bakr Siddiq hamroh edi. Ayni zamonda u ikkisi g'orda edi degan. Umuman qilib aytganda ixlos va samimiyat Abu Bakr radhiyallohu anhu ni sahobalarning eng kattasi, shundaqla musulmonlarning tunji xalifasi qilgan edi. Hammamizga tanishlik bo'lgan islom ummatining birinchi darajalik muhaddisi, giganit olim Imom Buxoriy o'zining Al-Jami'us Sahih nomli kitobini Rasulullohning haqiqatan amallar niyatga bog'liq, har bir kishi uchun maqsad qilingan narsasi bo'ladi degan, kishilarni ixlos qilishda samimiy bo'lishga rag'batlantiradigan hadisi bilan boshlagan. Uningdan boshqa mashhur muhaddis olim Imom Navaviy mo o'zining 40 hadis va yaxshilar bog'chisi nomli kitoblarini mo ushbu hadis bilan boshlagan. Demak, Imom Buxoriy va Imom Navaviydek katta olim ulamolarning biror kitob yoki asar yozganida kitobni ixlos haqidagi mazmun bilan boshlashi ixlosning qanchalik muhim ekanligini ifodalab beradi.
Biz tarix betlerini varaqlığımızda İslam ümmetiga yetekçilik qilgan kishilarning har bir ibodatida qattiq ixlos va samimiyat bilan bizga ulgu bo'lganini uchirtib turamiz. Hicratning 5-asrda yashagan, butun islom ummatiga tonilgan mashhur imom Shayxul Islom faqih Burhoniddin al-Mirg'ani hazratlari Al-Hidoya nomli kitobini yozish jarayonida Allohga qattiq taqvodorlik qilib, ixlos bilan Allohdan so'rab 13 yil uzildirmay, boshqalarga bildirmasdan kunduzi ro'za tutib, kechalari qiyomda turib, Allohdan yelinib so'rgan holda tirishchanlik ko'rsatgan ekan. Natijada Alloh taolo bu obid zotning qilgan amallari bilan necha 10 minglagan madrasalarda darslik qilingan va bugungi kunimizga qadar butun madrasalarda darslik qilinadigan va bir diniy talib cho'qim o'qishni orzu qiladigan islom ummati ayrilolmaydigan shonliq asar Al-Hidoyani yozishga nisib bo'lgan ekan. Ixlosning aksi riyodir. Qilingan ibodat va har qanday bir yaxshi ishlarda hech qanday bir manfaat yoki foydani ko'zlamasdan faqat Alloh taolaning roziligini maqsad qilish ixlosning asosini tashkil qiladi. Imom Zahabiy mundaq deydi: İmam Abdullah ibn Mubarakning dadisi Mubarak ibn Vazih nihoyat taqvodor solih kishi bo'lib, bir anarliq boqqa qaraydi ekan. Bir kuni bog'ning egisi uningdan tatliq pishgan anardan uzib kelishga buyuribdi. U kishi boqqa kirib bir tal anarni ilib chiqib bog'ning egisiga bergandan keyin bog'ning egisi anarni yeganida anar achchiq chuchumal chiqib qopti. Bog'ning egisi uningga qaytadan tatliq anarni uzib chiqishga buyuribdi. U kishi bu qitim boshqa bir daraxtdan bir qancha anarni ilib chiqibdi. Ammo bu anarlarning hammasi achchiq bo'lg'achqa, uni yana qayta tatliq anar uzishga buyuribdi. Har qitimda achchiq chuchumal anarni uzib chiqqanligini ko'rgan bog'ning egisining nihoyat achchiq kelib, "Sen achchiq anar bilan tatliq anarning qandoq bo'ladiganligini mo bilmamsan?" deb qayishqa boshlabdi. Mubarak ibn Vazih: "Shundoq, men bu bog'ning anaridan bir talmi yeb boqmadim. Chunki sili anarlarni yesang bo'ladi deb menga ruxsat bermagan edilar. Shunlashqa qaysi daraxtning anarining achchiq, qaysisining tatliqligini bilmayman" deb javob beribdi. Uning taqvoligi va samimiyatiga hayron bo'lgan bog'ning egisi uning hurmati va qadr-qimmatini qilishga boshlabdi. Har doim o'zining muhim ishlarida u kishidan maslahat so'raydigan bo'pti va qizini bu kishiga yotliq qilibdi. Mana bu ixlosmand mu'minlar oilasidan islom ummatining imomi Abdullah ibn Mubarak kelib chiqqandir. Ixlosning insonga ruhiy va jismoniy jihatdan nurg'unlagan foydalari bo'lib, navbatda biz buningdan bir qanchisini sanab o'tamiz. Ixlos bilan qilingan amalda vujudga chiqqan natija Allohning barakati bilan mangu yashnaydi. Har bir tirishchanlik bekorga ketmagandek, chin qalbdan qilingan ixlosning bir natijasi va mevasi bo'ladi. Ixlos bir kishining dunyo va oxiratdagi darajasining ustun bo'lishiga sabab bo'ladi. Ixlos musulmonning shaytonning vasvasalaridan va uningga yetib qoladigan yomonliklarning sharridan saqlanishiga sabab bo'ladi. Ixlos musulmonning mollaridagi barakatning hosil bo'lishiga sabab bo'ladi. Ixlos musulmonning ruhini poklashiga va adovat qatorliq qanchalagan qalb kasalliklarining poklanishiga sabab bo'ladi. Ixlos bir musulmonning qiyomat kunida payg'ambar alayhissalomning shafaatiga muyassar bo'lishiga sabab bo'ladi. Ixlos bir musulmonning Alloh taolaning roziligiga erishishiga va Allohning azobidan nijot tepishiga sabab bo'ladi. Oxirda so'zimni Rasulullohning ushbu hadisi bilan oyoqlashtiraman. Rasululloh alayhissalom mundaq deydi: Alloh taolo qiyomat kuni mening ummatimdan bir kishini tanlab xaloyiqning oldiga elib keladi va u kishiga har bir variqiga ko'z yetkusiz cho'ng bo'lgan 99 amal daftarini ochadi. Ondan u bandiga: "Sen bulardan biror narsani inkor qila olamsan? Buni xotirlagan farishtalar sana uvol qiptimi?" deb so'raydi. Banda: "Yo'q, ey Robbim" deydi. Ondan Alloh taolo: "Sening o'zring bormi?" deydi. U banda: "Yo'q, ey Robbim" deydi. Alloh taolo: "Bizning dargohimizda sana o'zri bo'ladigan bir narsa bor. Ya'ni sen uchun bir yaxshilik bor. Chunki bugun sana zulm qilinmaydi" deydi. Ondan shahodat kalimasi yozilgan bir varaqcha chiqariladi. Alloh taolo u bandiga: "Amallaringni tortib boqqin" deydi. Heliqi banda: "Ey Robbim, buncha cho'ng ko'z yetkisiz amal daftarlar oldida bu kichik varaqcha nima edi?" deydi. Alloh taolo: "Bugun sana zulm qilinmaydi" deydi. Ondan ko'z yetkisiz cho'ng bo'lgan amal daftarlari tarozining bir tarafiga hiliqi shahodat yozilgan kichik varaqcha yana bir tarafiga qo'yiladi.
shahodat yozilgan kichik varaqcha ko'z yetkisiz cho'ng bo'lgan amal daftarlarini besib ketadi. Allohning ismi bilan bo'lgan har narsani hech nima besib ketolmaydi. Ulug' Alloh hammamizga ixlos va samimiyat ato qilsin. İki dunyoda nijot topquchi bandalarning yo'llariga hidoyat qilsin.